chiqib oryapman o'yib. Ha, yer. Qanaqa Nima qilyapsizlar? Shopir emas bular. Assalomu alaykum. Yaxshilar, yaxshimisizlar? Charchamay, ro'zalar tutyapsizlarmi? Samarqanddan qaytyapmiz. Surxondaryoga qarab inshaalloh. Ustamjonning kanalida ko'rgan bo'lsanglar, kasal insonga chiqardi. Alloh shifo bersin. Bu ko'rib ichlarimiz g'alati bo'lib ketyapmiz endi. Samarqandliklar akalardan Samarqand ahliga nima qo'llab turinglar, shu akamiz Alloh shifo berib, sizlar sababchi bo'lib tuzalib ketsin, yaxshilar. Endi Surxonga qarab yo'l oldik. Abdurahmon so'raganlarga yaxshi, xudo xolasa bugun mana ko'zlariga kulgi yugurib qolgan. Men navatim keldi. Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ro'zalar bilan. Xudo xolasa biz tog' bag'rida ketyapmiz, Qashqadaryoga qarab. Kechki payt Surxondaryoda bo'lamiz, xudo xolasa. Mana shu video davomiga shu bizning kanalda chiqqan videoni qo'yib ketamiz. Ko'rmaganlar bo'lsa ko'ringlar. Ozgina ko'mak berib olinglar, qadrdonlar. Akamizga juda ham yordam zarur ekan. Ajoyib joylarda ketyapmiz hozir. Ko'rsating. Aylanaveradi meni kameram. Qadrdonlar, bir tomonimiz tog', bir tomonimiz bepoyon dala. Oldimizda to'ppa-to'g'ri yo'l. Xudo xolasa duo qilib turinglar. Devorli uy ko'rmayapmiz. Mana agrajni Slakablodan urib oladi-yu atrofiga. Odamning uyini bir 50 sotlik, 1 gektar uylab bor ekan mana shu atroflarda. Qayerligini bilmaymiz hozir. Keyin qadrdonlar mana bu murojaatlarni eng Sharikko'l ekan. Sariko'l. Achinarli oxirgi nimasini ko'rib chiqib boryapmiz. Ancha muncha nimalarga javob bera olmagan bo'lsak, xafa bo'lmaysizlar. O'zinglar mana videoda shunday borib video qilib ko'rsatyapmiz boricha. Biz endi bitta viloyatda kerak bo'lsa 10 talab murojaat qilganlar bor. Biz imkoniyatimizdan kelib chiqib qilyapmiz, qadrdonlar. To'g'ri tushunib qo'yasizlar. Endi sizlar qo'llab turmasanglar biz hech bo'la qila olmaymiz. Shu bitta viloyatda 2 ta oilaga topshirgan bo'lsak, shu 2 ta oilaga qo'llabsizlar. Shunga beryapmiz. Har bitta odam befarq bo'lmasdan 5 ming, 10 mingdan qo'llab turganda biz shu bitta viloyatda 10 ta qiynalgan oilani xabar olardik. Endi quruvdan quruq kirgani ham odam hijolat qiladi. Qo'llab turinglar qadrdonlar, kartalarga o'zinglar ham savob to'g'lasizlar. Ro'zani kunida bir miskin qonini to'ygazib, bemorlarga yordam berib, Xudo xolasa. Boshim soqachib ketdi. Biz endi Surxonga qarab yo'l oldik. Laykni bosib motivatsiya berib turinglar. Yaxshilar. Bandar olib kelolmayman. Bansa dem odam havas qilayotgan, bansa dem odam havas qilayotgan odamlar bo'laman. Men havasim keldi. Poldarlar bor, xohlagan ovqatini olib kelib beradi anosiga, kasaliga. Pulim boricha chiqib meni olib kelaman. Ina siz ham yeng dedi. Ham yeb keldim deyman. Bansani ovqatini yeyman, nimchaga beradi. Shuni yeyman. Mayliki men yeganimni qilaman. Allohga shukr qilaman. Shu opamiz duo qilib qo'ying. Xalifa singlim, sog'-salomat bo'lib yuring, ilohim bolalarni bolalaringizni baxtiga. Men o'zimga shunday ihson qildingiz, yordam qilyapsiz.
tuzalishiga siz juda yordam qilyapsiz. Hoji ona bo'lib bering. Ota aka ko'ngil jo'ytirmay xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Haqiqatdan o'sha joyda haligi bu akamizga hozir 4 ta norashilik yo'lda qarab turibdi. Qachon dadam katta bo'lib bizni aylantirgan olib chiqadi, qachon bir bizni o'ynatib yuradi deb qarab turibdi. Bu akamiz yaxshi bo'lmasa bo'lmaydi. Shuning uchun shu mablag' bilan tuzaladigan bo'lsa, ozgina qo'llab yuboraylik, iltimos sizlardan. Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Uyimizlar, charchamasdan. Qadrdonlar, Samarqanddamiz. Nima degan joyga keldik? Pastarg'onga keldik. Xudo xolasa bir bemor akamiz bor ekan. Shu akamizni xabar olib ketaylar. Deb keldik. Ay göçek yana mı? Ona piyazdan aşettik mi? Tökülüp bakalım. Ha, piyaz tökülüp koptu. Olacan kalesiz. Hani? Sas kılenci? Neyse da. Selamünaleyküm. Olay yaxshimisiz? Tamam. Zin sola. Oturuşlan rozalar bilanmasın. İyi. Var mı yana? Var mı? Bir kere Ayşe'lerinde. Uğuruz mu? Marak. Ayşe'lerinde. Sen kesin otur. Qadrdonlar yurib olinglar. Nakirasiz. Bilamayapsizmi? Ancha yaxshi bo'lib yaxshimi so'rasizlar? Kelinchi o'tmish. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Olingiz yaxshimi? Nima bo'lgan? Odam ekanmi? Tushukdan 2019-yili Belisdan 6 yil Tomdan tushib ketganmi? chiqib ketdi. Mana shu qilayotganda bola tunlar tuman qilib chiqib ketdi. 19-yilida karantin vaqti edi. Shundan beri bemor. Shundan beri yotibdi. Davolatyapsizlarmi? Aka, yosh nechinchi istak? Bizdan kattaroq bo'lsin. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketasiz. Nima deyapti endi doktorlar? Doktorlar birlar bir saz jurasi bilan ham ammani olib bo'ladi. Shunga 4 million pul to'lab berdi. Bundan 2 yil avval Tashinga olib bordik. Reabilitatsiyaga olib bordim. O'zimiz picha yig'ishtirib bordik. U yerda ana bilan borsam baribir pul kerak ekanda. Shu yoqda lekin bir kishi anodan Irgitdan bir kishi yordam qildi, lekin ancha yordam qildi, darmonlariga. Mana shunday ampulyatdan 1,5 milliondan 2 millionga olib berdi, lekin ikkitani ishlab berdi. Keyin o'zim ololmayotgandim, shu yerda ayollar xonasida yotaman-da, yotadim, oldin polda yotdim, keyin bir doktor aytdi, shu yoqqa chiqib yoting, o'zimiz ana qilib chaqiramiz dedi. Qilsa dedi. Keyin yozilishlarni ham ularni sezmaydi-da, o'zim tozalab olaman. 6 yildan bir tozalayman shuni. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa ajri katta bo'ladi.
Keyin shu kuni bunga dedi, ana bor kuş davlatını salmını, aparın sal çeklerge dedi. Keyin aldım, çıkmadık ana bala gelgen. Keyin shu kechakindizda men aytdim, qo'y bolam hamma gapiradi. Men 6 yildan beri yotibman. Bir akamiz yordam beryapti ekan. Yordam beryapti. 10 million tushgan yoqda 8 kun bo'ldi men. Hozir nima operatsiya bo'lish kerakmi? Endi qani aparsak, ularga operatsiya bo'lsa, temirni olsa yaxshi bo'lardi dedi. Shundan keyin to'g'risi aparilganim yo'q. O'tgan yili, undan oldingi yili bitta qiyrig'ini kesdi, yotoq yeri mana bu. Mana shunday chiq narsa ololmay qoldik biz. Mana uni. Keyin yotoq yeri paydo bo'ldi. Keyin bitta qiyrig'ini kesdi. Bultir yana bitta qiyrig'ini kesdi. Keyin bir doktor mana shuni olib berdi. Bu ham teshilibdi ekan. Bolalaringiz bormi aka? Bor. Nechta? 4 ta bola. Bu yiqilgan payt kelin homilador ekan. Keyin aytdi. Hozirgi bola, kichkina. Ya, u kichkina akasiniki. U hozir bugun bog'chadan qolib ketdi, yig'lab bormayman deb olib qolib ketdi. Egizda. Egiz ekan ichidagi. Qiz bo'lsa aldab tashlaylik dedi. Kim bog'a bo'lardi dedi. Kuniga qarab bordik. Karantin vaqtida bir o'ris shu bilmayotgan holatda ham shu bilib berdi. Xudo to'g'ri qildimi? Bu embrion 2 ta dedi. Bir qiz dedi. 2 ta qiz, keyin bir qiz egiz chaqaloq qildi. Ularga men 6 yoshdan oshdi ularım. Rizqini Alloh beradi, bolachalar. 24 dekabrda 6da tug'ilib bitta 6ga o'tdimi, shundayda. Endi hozir shundan beri yotadi endi. Shundan beri yotar, ko'tarib mana o'tkazaydi. Hanirga meriga borib kelaydi. Yotoq yeri bo'lgandan keyin uncha chiqolmay qoldi. Shu 10 kun avval picha chiqib keldi. Abo shunday yaxshi edi. Jilab jariverdi ina. Men bitib yotibman. Birgina chiqarinsan, iltimos yo'q deb oyam turib turib otasi aytdi, bir chiqar dedi. Ko'proq o'tirdimmi, siyab chiqaragan ekanda. Qiyriq ochilganda ana kesilib tashlagan, 2 qiyrig'ini kesilib tashlagan. Bir kun dori oldim, bir kun olmadim. Men shu oddiy dorilardan qo'yib yotibman. Davolasa bo'ladi. Qadrdonlar, bu yerga bizni shu Hanif opamiz taniysizlar. Hanif opam aytdi. Shu yerda bir bemor ukamiz bor, xabar olib qo'yinglar dedi. Rahmat, Alloh razı olsun. Duo qilib qo'yasizlar Hanif opamni, ota-onalarning haqqiga. Shu tashqaridagi narsalarni ham polni shu opamiz berib yubordi. Rahmatini yetib chetirsin. Alloh razı Bitta olsun. shu opamiz duo qilib qo'ying. Ilohim, Hanifa singlim, sog' salomat bo'lib yuring, Ilohim bolalaringizni baxtiga. Men o'g'limga shunday ihson qildingiz, yordam ham qilyapsiz. Tuzalishiga siz juda yordam qilyapsiz. Hoji ona bo'lib yuring. Ota-onangizlar hoji ona, hoji ota bo'lsinlar ular ham. Shularning baxtiga sog' salomat bo'lib yuring. Rahmat sizdan, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Allohu akbar. O'zinglar nimalar bormi, kattalar? Bor. Plastik. O'zbekistonnikimi? Bor. Nima kimniki nomi? Kelindiki bor. Turdibay va Mahinur. Qadrdonlar, qo'limizdan kelganicha bu akamizga yordam beraylik, iltimos. Endi bu yerda Bekzod aka degan bir akamiz, bloger akamiz yordam berayotgan ekan. Videosini ko'ra olmadik-ku, lekin shu Hanif opam aytdi, Bekzodjon yordamlashyapti deb. Biz endi shu bir marta video qilib beramiz. Qo'llardan kelganicha shu o'zlarining kartalari, telefon raqami ulangan. Shu ulangan raqamlarni ham qo'yib qo'yamiz. Bu oilaga endi faqat shu mablag'dan ekanda hozir biron yerga olib boraman desa mablag' kerak bo'ladi. Endi hali akamiz yosh ekan. Shu bolalarni o'zi tarbiyalab, o'zi katta qiladigan sal imkoniyatga ega bo'lib olguncha ozgina qarashib tursak, xudo xolasa. Oldin yaxshi ishlardi ekan, ustachilik qilardi. Yaxshi ishlaydi, tovda talqon qilaydi. Odamlar shuni ham qilishib yotaydi. 6 yildan bir şey yotibdi.
Duolasa yaxshi bo'lib ketadi. Ko'pchilik duo qilib qo'yinglar, qadrdonlar. Sovuqlik qilmayaptimi aka bu xona sizga? Juda sovuqqa o'xshayapti. Sovuqlik qiladi, ikkita tug pechka qo'shamiz. Birovnikini ham olib keldik, lekin uni qo'shamiz, keyin oyoq ichidan qo'shamiz. Pechkani yoquvdi, pechka osanadan tomchitamgancha shunday titib, umuman yonmadi. Havo ham nima bo'lib qolyapti, bir isib ketdi, bir sovuq, hali nima bo'lib qolyapti. Bitta ukasi bormi? Yo'q, ishda ukasi bor. Uchta ukasi bor. 6 yildan beri ular ham qarasha, 3 kelin turar birga. Mana shu uyda. Olib chiqilgan. Bittasi shunday birovdan jeri qarz olibdan qarzga olib chiqib ketdi. Chiqamaylik debdan. Yana ikkitasi turibdi-da shu yerda. Kredit olib qarashib ana turibdi. Oxir vaqtlar turistlarga pul topilmay qoldi. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi, yaxshi insonlar ko'rib turibdi. Azizlar, Samarqandda bilamiz, juda ko'p boylar bor. Biz Amerikadan ko'radigan insonlar bor. Shu o'zlariga telefon qilib, kartalariga ozgina qo'llab yuborsanglar, juda ham ulug' ish bo'lardi. Bu akamizni Toshkentga olib borish kerak endi hozir. Toshkentga birovlar telefonda aytib yapti. Obisniga oparsam bular shu yerda yaxshi qaraydi. Toshkentda doktorni topish kerak ekan-da. Beringlar, doktorni topish kerak ekan. Uni qanday topaman bilmayman. Doğrusu birov aytdi, lekin hal maqsaddan so'rayman, birov bir nima ana deydi. Bir nima bansiga olib borish kerak deb aytyapti-da, Bekzodjon aytyapti, bir nima bansiga aytdi. Ko'rsatadi, yaxshi. Agar nima deyapmiz, biladi endi bu ishni qilib yurgan bo'lsa. Qadrdonlar, haligi bitta bemor chiqarsak, mayga olib boringlar, bu yerga pul ketmaydi degan telefonda aytiladi, Telegramga yoziladi yoki kommentariyaga yoziladi. Bu ishlar olib borasiz, nimasidir bepuldir, baribir pul bo'lmasa bo'lmaydi. Yo'q, order bilan boramiz, baribir pul bo'lmasa bo'lmaydi. Baribir pul bo'lmasa bo'lmaydi. Erkin aptekaga bardar olib kelolmayman. Ba'zida odam havas qilayotgan, ba'zida odam havas qilayotgan odamlar bo'laman. Men havasim keldi. Puldorlar bor, xohlagan ovqatini olib kelib beradi anosiga, kasaliga. Pulim boricha chiqib menga olib kelaman. Yana siz ham yeng deydi. Ham yeb keldim deyman. Ba'zan ovqatini yeyman, munchagina beradi. Shuni yeyman. Mayliki, men yeganimga qilmayman. Allohga shukr qilaman. Voy, yaxshi bo'lib ketdi. Jetib yotganiga mayli shukr qilaman. Dada deb chopib kelar, ha deydi, xursand bo'lib ketaman. Katta qizi uchinchi sinf, ikkinchisi birinchi sinf, ikkita shu egizlar bog'chaga boradi. Bu akamiz bugun kelmadimi? Kechga keladi. Kechga keladi. Efir qilyaptimi? Ha, shunday. Shu akamizga kanallariga o'tsanglar bo'ladi. Bekzod Bek deb chiqsa kerak menimcha. Bekzod uz chiqar ekan. Bekzod uz. Bekzod uz desanglar chiqar ekan, shu akamizga yordam beryapti ekan. Keyin bizga Hanifa opam qo'ymaydi, bilasizlar, qadrdonlar, hamma proyektga biz endi yetimlarga uy solamiz-da, xola. Vodiylar qilardik. Shu vohada ham bitta yetimlarga uy solib beraylik deb kelyaptik. O'zinglarni yo'lga, benzin, gazinglarga deb beruvdi. 2000 rubl qadrdonlar. Shuni ham shu nima ozgina bo'lsa ham hamma dorisiga ishlatasiz. Mayli, Alloh rozi bo'lsin sizdan, Alloh. Yotirguncha turingizlar, Allohim. Hozir ota bo'lib yuringizlar. Oilalaringiz baxtga kamollik ko'ringizlar, Allohim. Mana shu ro'za Ramazon oylari Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Yuzlaringiz yorug' bo'lib bersin, Allohim. Rahmat sizlarga. Hamma kasallarga shifo bersin, shularga qilsin, meni bolamga ham shifo bersin. Rahmat. Aka ko'ngil o'chirtirmay, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Ehson qilayotganlar duo qilib tursiz, xudo xolasa
qadrdonlar qo'limizdan kelganicha bitta sezdiraylik shu akamizga. Haqiqatdan mana joyida haligi bu akamizga hozir 4 ta norasida go'da qarab turibdi. Qachon dadam katta bo'lib bizni aylantirgan olib chiqadi, qachon bir bizni o'ynatib yuradi deb qarab turibdi. Bu akamiz yaxshi bo'lmasa bo'lmaydi. Shuning uchun shu mablag' bilan tuzaladigan bo'lsa, ozgina qo'llab yuboraylik iltimos sizlardan. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Tuzalib qolasiz. Hola. Mayli. Rahmat sizga. Siz bo'lmasiz ham qiyin bo'lardi bu akamiz. Mayli aka, sog' bo'ling. Keling. Ya mayli. Odam bormi olib kirish keling. Ya odam bor, keling bor. Bu og'irini olib keldiringmi? Qo'yaylik. Rahmat sizlarga. Hola. Mayli. Nomeringlar qo'yib ya. Ha? Telefon qilib maqtab turibdi. Ulangan Rossiyadan qadrdonlar, endi Sberbank yo'qda bularda. Shu ulangan nomeriga qo'ylarni kelgancha qo'llab qo'yinglar iltimos. Rossiyaga. Ha? Rossiyaga. Ma'qulkina. Ha, Sberbanklar bormi? Ha, shep Rossiyaga qo'yganda. Bo'lmasa-chi, bu biz yozib olamiz. Qadrdonlar, yomg'ir ham boshladi. Xudo xolasa, hozir yana bitta oila bor Samarqandda, bunaqa xabar oladigan. Shu oilaga kirib, hozir soat 11 bo'lgandir. Bundan keyin to'g'ri Surxondaryoga qarab yo'l olamiz. Surxondaryoliklar kutinglar, boramiz xudo xolasa. Azizlar, Samarqandda Pastarg'on tumanida ekanmiz, qaranglar. Qanaqa kengli joy. Aylantirib ko'rsatdi. O'rni dalali ekan. Qadrdonlar, xudo xolasa Surxondaryo, Qashqadaryoga ketyapmiz. Keyingi oilalar uchun kommentariyaga kartalarimizni qo'yamiz. Qo'ylardan kelganicha keyingi oilalarga hissanglar qo'shinglar. Mana Hanif opam ayol kishi bo'lishiga qaramasdan shu oilaga 4000 rubl polni yaxshi produktlar uchun qolaversa o'zimizga ham maqludi, lekin ko'nimiz bo'lmadi. O'zimiz imkoniyatimiz bo'lganda yana qo'shib berardik, lekin yo'lda yurib bizcha mablag'imiz nimaroq. Shu qo'yilgan kartaga, videoga qo'yilgan kartaga maksimalni qo'llab yuboringlar. Keyingi oilaga hissa qo'shaman deganlar uchun kommentariyada kartalar bor. Yomg'ir ham yog'yapti. Guvoh turinglar, biz kechgacha iftorga xudo xolasa Surxondaryoga yetib olaylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.